Bugungi kunda ijtimoiy innovatsiyalar, raqamli texnologiyalar, yashil iqtisodiyot va yoshlar faolligini kuchaytirish barqaror taraqqiyotning muhim tayanchlaridan biri sifatida namoyon bo'lmoqda. Prezident huzuridagi Davlat siyosati va boshqaruv akademiyasida talabalar festivali doirasida yangi avlod tashabbuslari va barqaror taraqqiyot mavzusida Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi tashkil etildi. Hozir shu haqda Birlashgan Millatlar Tashkilotining 2030-yil barqaror taraqqiyot maqsadlari orasida sifatli ta'lim, iqlim o'zgarishiga qarshi chora-tadbirlar kabi yo'nalishlar aynan yoshlar ishtirokida amalga oshirilmoqda. Aynan shu konferensiyaning bosh g'oyasi ham yoshlarning ijtimoiy, innovatsion va raqamli tashabbuslarini ilgari surish, yosh olimlar, tadqiqotchilar va siyosatchilar o'rtasida bilimlar almashinuvini ta'minlash bo'ldi. Buyuk Britaniyada men ta'lim olganman. Leeds universiteti. Kelajak ChatGPT bilan bog'liq emas. U o'qituvchining o'rnini bosishi mumkin. U sizni tarbiyalashi mumkin yoki VR, AR, balki universitetlar tushunchasi o'zgarishi mumkin va hokazo. Mana shu nuqtai nazardan biz sun'iy intellektni tasavvur qilganmiz. Konferensiyada ko'tarilgan barcha yo'nalishlar bir-birini to'ldirib, yagona maqsadga xizmat qildi. Ijtimoiy innovatsiyalar doirasida kreativ fikrlash va interfaol ta'lim yondashuvlari muhokama qilingan bo'lsa, bu fikrlar raqamli texnologiyalar yordami bilan amaliyotga tatbiq etilishi muhokamalarga chuqur mazmun berdi. Yakunda barcha innovatsion fikrlar yashil iqtisodiyot va startup loyihalar orqali konkret natijaga yo'naltirildi. Bu yo'nalishlarning uyg'unligi bir narsani anglatadi. Kelajakni shakllantirishda yoshlar yetakchi kuch bo'lib maydonga chiqmoqda. Ularni faqatgina bu g'oyalarini to'g'ri yo'lga solish uchun hozirgi amalda, ya'ni praktikasi yuqori bo'lgan mutaxassislar, ekspertlar, shu o'rinda vazirlikning rahbariyati yoshlarga to'g'ri yo'nalish berishi maqsadida yoshlar va o'sha vazirlik xodimlari, professor, o'qituvchi, olimlar bilan shu muloqotni yo'lga qo'yish imkonini beradigan konferensiya, ya'ni platforma yaratildi. Kun davomida ilmiy ishlanmalar, startaplar va yoshlar tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash bo'yicha yakuniy rezolyutsiya ishlab chiqildi. Bu hujjat kelgusida yoshlarga oid davlat siyosatini takomillashtirishda asosiy yo'l xaritasi bo'lib xizmat qiladi. Talabalar festivali doirasida yangi avlod tashabbuslari va barqaror taraqqiyot mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi shu tarzda o'tkazildi. Arslon Umarov, Zahro Kozimjonova va Oxunjon Normurodov, Ovoz informatsion dasturi uchun Toshkent.